Şübhacılık hakkında kısada kim en danışmayan dese Nurgullah Simayi. Çünkü Simayi en ahırıqca ayattıdı. Simayi bütkül elini birlik keltüdü dep qaraydı. Ondaqda Simayi rastlı elini birlik keltüdü mü? Yok. Simayi şübhacılıkını birlik keltüremedi. Simayi akıllık mı? Jugulyan danışman mı? Bu ikisinin cıngı qarap bakınlar. Simayi bilen Jugulyanın cıngıda Simayi izchil Jugulyan'a yengiliplam keldi. Fakat ahırda mudafiya qilib keldi, amal yok. Hem de Jugulyan bu vaqtda ben g'alba qilay, zar hujum qilaysa Jugulyanning kuchi ojiz. İkisining kuch farqi nihoyat cho'ng. Buning uchun Jugulyan endi rangvozlik qilib ko'q dasti bu jangni qilmasa, bevos qarg'ularcha jang qilsa, texim ojizlab ketadi. Simayi usul mudafiyaga nihoyat usta. Shuning uchun bu ikkisidagi jang mashta uzoq suzilgan. O'ylab baqinglar, eng oxirida o'lik Jugulyan Simayini qo'rqitib qochiryapti. Sizlar qaysi danışmanki? Unda olsa bu necha vaqtdan ushbachalik haqida qissanimliq bu asarni so'zlab, Simayi to'g'risida bir to'liq mazmun so'zlangan. Endi bu Simayiga bak qiziqdi, ushbachalik haqida qissaning yeyishi bumi, oxirida Simayiga munosabatli. Tushunami? Unda Simayi yeyishimi nima? Simayi to'g'risidagi mazmunni bir sizlarga to'liq sunay deb, yarim soatdan uzoq bir mazmun qilib o'zim so'zlab, mana shu yeyishimni tayyor qildim. Ushbachalik haqida qissaning yeyishimi bo'libmi? Simayining butun hayotiy to'g'risidagi mana shu mazmunni bir anglab baqay degan do'stlar, ostidagi xaytunji davodiga ulanmadi. Xuniyumi kelmaydigan ozg'in bir pulga bir parcha pulinglar setib olib, mangu anglay olasizlar. Yoqtirgan do'stlar, ostidagi xaytunji davodiga ulanmadi setib olib, anglab baqsanglar bo'ldi. Anglaganlardan anglab baqsanglar bo'ldi. Arzimandika. Bu mazmunni haqiqatan xili kuchab, xili vaqt sarf qilib, nihoyat tayyorladim. Yoqtirgan do'stlar, anglab baqsanglar bo'ldi. Endi buni setib olib, topamagan do'stlar, xaytunji davodining shovchumshisi kirib, vod go'maydiga qarasanglar bu dars ba, yo'qab ketmaydi. Shu bir qatimli pul to'lsanglar, qaytini setib ololmaysizlar, yo'qab ketmaydi. Yoki voda dinlarning ichiga kirsanglarmi bo'ladi. Endi bir qism do'stlarga yo'qulgan chiqtirib, ataydan 3-4 qo'y pul satsa, meni guanjo qilmay, 10 necha qo'y pul setib olib anglabsizlar. Unda qimmat anglamsanglar bo'ladi. Meni guanjo qilmaganning ziyni yo'q. Guanjo qilsanglar, necha qo'y setib olib anglay olasizlar. Meni guanjo qo'yib birdan yaxshi yurak bo'lishni olib qolmanglar. Rahmat.